Shuningdek, ayni yo'nalishdagi o'rganishlar Beruniy tumanida ham bo'lib o'tdi. Tashrif davomida yoshlarga yaratilayotgan imkoniyatlar va sharoitlar joyida o'rganildi. Xususan tumandagi Shabboz, To'qimachi hamda Abu Hayot mahallalarida bo'lib, yoshlar yetakchilarining faoliyati, ularning ahvoli, ayniqsa yoshlar bilan olib borayotgan ishlari batafsil o'rganildi. Mahallalarda yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni kasb-hunarga yo'naltirish va turli ijtimoiy loyihalarga jalb etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Shundan so'ng yoshlar bilan ochiq muloqotlar o'tkazildi. Muloqotda tijorat banklari vakillari ishtirok qilib, yoshlar uchun imtiyozli kreditlar, biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash va startap tashabbuslarini moliyalashtirish tartiblari bo'yicha batafsil ma'lumot berishdi. Yoshlarning yangi loyihalarini yo'lga qo'yish bo'yicha taklif va tashabbuslar muhokama qilinib, ularga amaliy yordam ko'rsatish masalalari belgilab olindi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi ko'plab fuqarolarning bandligini ta'minlayotgan omillardan biridir. Agrar sohaga qiziqishi bo'lgan va layoqati bor yoshlarga yer berish orqali ularning bandligini ta'minlash borasidagi tashabbuslar bugun o'zini oqlamoqda. Beruniy tumanida ham ko'pgina yoshlar qishloq xo'jaligi yerlarida ekin ekib, ishli va daromadli bo'layapti. Yoshlarga ajratilgan yerdan 50 sotik yer oldik. Kuzda buğday ekdik. O'tgan yil kuzda buğdaydan bir 10 million so'mlik daromad oldik. Buğdayni keyindan kapusta ekdik. Kapustadan birinchi uzumidan 5 million so'm daromad oldik. Ikkinchi uzumidan xudo xolasa yana 5-6 million so'mlik daromad olish niyatimiz bor. Prezidentimizga rahmat, shunday imkoniyat yaratib berganidan katta rahmat deymiz. O'tgan yil kuzda buğday ekdik. Bu yil iyunda shu buğdaydan yaxshi daromad oldik va izidan sabzavot ekinlari ekdik. Bundan keyingi yillarda ham iloji bo'lsa yerni kattaytirib ko'proq daromad olish ko'zda tutilgan. O'zim teng qator yoshlarni mana shunaqa kichkina biznesni boshlashni taklif qilaman. Bekor yurmasdan biznes qilib katta natijalarga erishishni harakat qilish kerak. Mazkur tashrif davomida yoshlarning tashabbuskorligi, ijodkorligi ortib, ularning jamiyatdagi o'rni yanada mustahkamlanib borayotgani ko'zga tashlandi. Bugun hududlarda yoshlarga oid davlat siyosati izchil amalga oshirilmoqda va 2025-yilda bu yo'nalishdagi ishlarni yanada kengaytirish nazarda tutilmoqda.